yuksalishida 5i modeli asosida kitoblaring, darsliklaring yaratilib boryapti va biz yaqin kunlarda, yaqin yillarda mana shu modellar asosida darslarni o'tamiz. Biz aslida mana shu modellar asosida tashkil qilingan darslarimiz. Faqatgina endi o'quvchi emas, o'qituvchi emas, o'quvchi asosan gapiruvchi hisoblanadi. O'qituvchi faqatgina yo'naltiruvchi, o'quvchi o'sha darsni o'zi tashkil etuvchi hisoblanadi. Misol uchun Singapur ta'limida jalb qilish metodi bor. Xo'p, sizga savol beraman, sizni jalb qilmoqchiman. Yorug'likning tirik organizmlar yashashi uchun qanday ahamiyati bor deb o'ylaysiz? Yorug'likni tasavvur qiling. Yorug'likni tasavvur qiling. Tirik organizm o'zimiz. Yorug'likni bizga qanday ahamiyati bor? Xo'p. Chunki yorug'likda D vitamini bor deyishadi. Shuning uchun u D vitamini insonga juda ham zarur. Shuning uchun ular soat 9 dan 12 gacha D vitaminini qabul qilishadi. Yaxshi, yana yorug'lik quyoshdan tushadi, quyosh bizga asosiy modda. U bo'lmasa hamma joy sovib ketadi, odamlar qirilib ketadi. to'g'ri. Yana o'simliklar ham o'smaydi. Manbai bu o'chirdan qorong'i bo'ldi. Xo'p, biz bilgan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, ularning davrlarida hech qanaqa lampochka, svetlar bo'lmagan, elektr energiya bo'lmagan. Lekin ular juda ham bir mutafakkir, shoir va juda ham bilimdon insonlar bo'lgan, to'g'rimi? Hozir esa biz faqat yorug'likdan foydalanyapmiz, lekin o'shanday alomalarni hali ko'rmayapmiz. Ularda faqatgina shamni yorug'i bilan dars qilgan, yorug'lik bo'lmagan. Lekin hozirgi kun bilan solishtirsak, nima farqi bor? Nimaga o'sha zamondagi bobo kalonlarimizni hozir topolmayapmiz? Chunki ularda avvaldan o'sha yorug'lik bo'lmagan va shamdan foydalangan. Hozirgi kunda texnikalar rivojlanib ketganligi uchun odamlarning ko'plari telefon, televizorlarga shu yorug' narsalardan o'zlarining ko'zlarini zarar qilib qo'yishyapti. Ko'z zarar shu nazarlari ketgandan keyin ular o'zlarini shu miyasi ham charchashadi. Keyin ular bilim kirgan, o'qigandan keyin narsa miyasiga kirmaydi. Shuning uchun yaxshi. Qani yana kim aytadi? Shamni yorug'ida dars qilish mumkinmi? Mumkin. Xo'p, biz tasavvur qilamizmi? Shunday tasavvur qiling, svet o'chib qoldi. Hozir o'chdi, ha? Lekin bizda moslashish bo'ldi, to'g'rimi? Darrov xonani yorug'ligiga yoki qorong'uligiga moslashamiz. Bunday masala.